Azamat, bu uyga ish yomon ko'p jira. Zakaz katta olayotgandasan. Qachon bitiramiz bu uyni? Qara, bizga maydaroq zakazchalar qilaylik, ketaylik dedim. Ahvolni qara, ko'pligini. Bu ishlar boku, mana boku moralni ezyapti-da. Yomon ko'p ish. Charchab ketdim, bilasanmi? Biz bir dacha-pachaga bir 2-3 kun dam olib kelmasam bo'lmaydi-da. Usta, bu o'zi 4 kun dam olib bugundan chiqdik ishga. O'yini shunaqa deb uyda egasi bitta pul berdi deb ertalab meni chaqirib qo'y. Ya'ni pul berdi deganim meni sotib ol degani emas-ku. Mana qilib, imo ishora qilma. Ziqnani ziqna deydi, garangni garang deydi. Toza ahmoqlik, abetga bergan ovqatini ko't deymi o'zi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? To'g'risini ayting. Shu men bilan ishlashga shogird arziydimi yo'qmi? Ustozga o'xshaydi, bari shogird. O'xshaydi-a? Arqaga tortyapti bu ishni. Men ishlaylik, mana shu voq qilaylik deyapman mana. Shu voq qilaylik, bo'laylik, ketaylik, pulni olay desa. Qulaydimi? Bilmayman. Shu bitta gapni gapiraman, sizdagi odam ko'rmadim men. Juda ham zo'r odam ekansiz. Bizga yaxshilik qildingiz, har joyga, obyektlarni joy vaqtiga gap yo'q. Men siz juda ham otamdan keyin sizni hurmat qilaman. Gap yo'q. Sizdan odamni ko'rmaganman. O'sha bir sovet davriga sizdaqa odam ko'rganman, bir sizni ko'rdim. Bu uyni ham sovet davriga boshladinglar, usta bu. Qarang, hazillashishga ham gap yo'q. Anekdotni ham boplaysiz. Abet tayyormi? Ujin tayyormi? Ujin. Ha, tayyor usta bu. Shu ujinni qilaylik, ketaylik biz. Yo'l kech bo'ldi-da, hozir barvaqt ketsak, ertalab barvaqt kelamiz, hammasini qilib tashlaymiz birdaniga. Ish ham o'nadi-da barvaqt. Hozir yelka qotib ketmasak bo'lmaydi. To'g'ri tushunasiz, ha? Ovqatlar tayyormi? Tayyor usta bu. Tayyormi? Ketdi. Usta, bu ishlagan joyimizni tozalab ketaylik. Qo'y, tegma, yur, ishlaganimiz bilinsin, kiyimlaringni bir loy qilib olgan. Biz usta odam. Har kun ish joyimiz shu yer. Kelamiz yana, ishlaymiz, tozalaymiz.